Assalomu alaykum kanalim a'zolari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga judayam oson va tez yopiladigan, vaqtinglarni kamroq sarflaydigan assorti bodring tuzlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga videoda ko'rib turgan mahsulotlar kerak bo'ladi. Bodring, pomidor, ko'katlar, chesnok, lorovilis hammasini oldindan yuvib tozalab oldim va qiynalib qolmasligim uchun gazimga oldinroq kastrulkaga suv quyib qo'ydim va bonkamizni qopqoqlarini sterilizatsiya qilib qo'ydim. Bonkalarni ham xuddi shunday qilib qaynagan suv ustiga qo'yib steril qilib oldim. Steril qilib olingan bonkalarimga sabzavotlarni terib chiqamiz endi. Chesnoklarni 5-6 donadan, lorovilis 3-4 dona, xohlasanglar sizlar ko'proq solishingiz ham mumkin. Ukropni va kashnichni ham xuddi shunaqa qilib 3 bonkaga teng taqsimlab bo'lib solib chiqdim. Meni bodringim taxminan 3 bonka bo'ladi deb o'ylagandim. Xuddi taxmin qilganimdek 3 litrli bonkaga joylashdi. Ko'katlarning orqasidan bodringni ham xuddi shunaqa qilib sekin asta joylab olamiz bonkamizga. Bodringlarni atay kichkina barmoqdek keladigan cho'tir bodring tanladim, chunki har yili yopganimda mana shunaqa cho'tir bodringdan yopaman. Mazasi zo'r chiqadi, karsillab turadi qishda, xuddi svejedek bo'lib. Bodringlarning ustidan pomidorlarni ham xuddi shunaqa qilib joylashtirib chiqaman. Ustidan ko'p bosmaysizlar pomidorni, ko'p bossanglar ezilib ketishligi mumkin. Mana bonkalarni joylab bo'ldim. Mana endi qaynab turgan suvimizni bonkalarning ustidan qo'yib olamiz. Bu birinchi suv solishimiz. E'tiborli bo'lasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Birinchi marta suv solganimda bonkani sirazi to'ldirib yubormayman. Bonka steril qilingan bilan sabzavotlar yog'li bo'ladi, o'shaning hisobiga bonka yorilib ketishligi mumkin. Shuning uchun sekin-sekin bonkaga ozgina solib, qaynoq suv solib to'ldirib olaman. Mana bonkalarimiz tayyor. Qaynoq suv solib bo'ldim. Endi qopqoqlarini ustiga shunchaki qo'yib yarim soat tindirib qo'yaman. Ro'ppa-rosa yarim soatdan keyin teshikchali qopqog'imizni kiydirib, bonkamizni ichidagi suvlarini to'kib olamiz. Hamma bonkalarimizni birin-ketin suvlarini mana shunaqa qilib to'kib olamiz. Bonkalarimiz tayyor mana. Mana ikkinchi marta qo'yib qo'ygan toza suv. Birinchi marta qo'yilgan suvni qaynatmadim. Alohida toza suv solib qaynatdim. Suvga tuzlarini solib rostlab oldim, chunki 3 litrli bonkada ko'plar adashishadi. Ko'p solsangiz sho'r bo'ladi, kam solsangiz kam bo'lib qoladi tuzi. O'shaning hisobiga tuzini oldindan solib, o'zim tatib ko'rdim. Normallik qilib bonkalarni ustidan qo'yib chiqdim keyin. Mana tuzlari solingan, hamma narsasi tayyor suvimizni ikkinchi marta bonkamiz ustidan qo'yib olamiz. Hamma bonkalarimizni mana shunday qilib qaynoq suv bilan to'ldirib olamiz. Mana bonkalarimiz tayyor. Krishkasini yana shunchaki qo'yib qo'ydim. Va kastrulkamga boshqa issiqroq suv solib, ustidan salfetka yotqizib, bonkalarni salfetkani ustidan qo'yib 15 daqiqa parlab olamiz. Bonkam 3 litrli bo'lganchini qozonimdan baland bo'lib ketdi. Qopqog'i qo'yilmaganligi uchun boshqa qozonimni teskari qilib, to'nkarib parlab oldim. 15 daqiqa. Mana 15 daqiqadan keyin bonkamizni ochamiz. Mana bonkalarimiz tayyor. Oddiygina mana asetilaminik kislota, ya'ni aspirinni bitta-bittadan har bitta bonkamga solib chiqaman. Ko'plar so'rashadi, aspirin nimaga deb. Aspirin otmasligi va bodring bilan pomidorli karsillab chiroyli turishligi uchun solinadi. Mana bonkalarimga aspirindan keyin 70% o'ksiz qoshiqda to'ldirmasdan kichkina osh qoshig'imda bir qoshiqdan solib oldim. Mana hurmatli bekalar, bonkalarimiz tayyor. Endi stolim ostiga sochig'imni to'shab, bonkalarimni qo'yib yopib olaman. Juda ham chiroyli chiqdi, ko'rinishi juda ham ajoyib.
Agar sizlar xohlasanglar xarid solishingiz ham mumkin. Mana boshqa bankalarimizni ham xuddi shunaqa qilib yopib olamiz. Mana bankalarimiz tayyor. Sizlarga ekranda yaxshiroq ko'rsataman, chunki ko'plar yozishadi, pomidor ezildi, bodring pishib ketdi deb. Hech qachon 15 daqiqa parlasanglar, bodring hech qachon pishib ketmaydi, pomidor ham ezilmaydi. Mana ekranda alohida yaqinroq qilib ko'rsatyapman. Video sizlarga yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Kanalimda yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang.